Wildberries'da, Ozonda, Yandex Market'dan nech pul bilan kirib boshlasa bo'ladi degan savol har kun bizga telefon qilib so'rashadi. Do'stlar, sizda 50 ming pulingiz bormi, 100 ming pulingiz bormi yetmaydi. Sababi, agar siz 3 yil oldin, 4 yil oldin marketplace'larga kirganingizda o'sha summadan boshlasangiz bo'lar edi. Hozirgi kunda 2025-yilga kelib turib, bu summalar yetmay qolyapti. Даже xos tovarlarga, даже aksessuarlarga kira olmayapsiz. Kirishingiz mumkin, maskaga kirishingiz mumkin, aksessuarlarga ham kirishingiz mumkin, lekin katta ob'yom qila olmaysizlar. Misol deylik 50 ming tikasiz, tikkaningizdan keyin siz 150 ming, 200 ming, 300 ming sof foyda oyiga qila olmaysiz. Agar mabodo yana yetmasligi mumkin u pulingiz, agar yetmay qolsa yana tikishingizga to'g'ri keladi. Самый лучший varianti, siz birinchi bo'lib qancha pul ishlashingiz emas, siz qancha bilim olishingizni birinchi bo'lib o'shani punktga qo'yib qo'ying. Nima uchunki, sizda agar bilim bo'lmasa, Ozonda, Wildberries, Yandex Marketga kirib ishlash juda ham qiyin bo'ladi. Savetim, birinchi bo'lib siz yaxshi nastavnik toping. Qancha uslugasi bo'lsa bering, bilimingizni oshiring. Birinchi bo'lib, ikkinchi bo'lib siz o'sha platformani o'rganib chiqasiz. Uchinchi bo'lib siz keyin o'zingizga planka qo'yasizki, men nech pul bilan kirsam, qanaqa natijalarga erishaman deb. Agar sizga shu video ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Bizlar Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lsalaring, barcha ma'lumotlar marketplace'lar bo'yicha hammasini chizib yozib boryapmiz.